Tegmang. Uzr aka, sotuvchi kerak edi. Mana bizda sotuvchi, nima xizmat? Ha, kotel kerak edi, ishxonaga olmoqchi edim. Mana Stroybaza o'zingizdanmi bu? Aka, maxsus biz uchun chiqarib berishyapti. Zap kepsiz. Aka, bu aqlli xat yo'l bo'lib, buni bizda 100 kvadrat, 200 kvadrat, 300 kvadratlilari bor. 3 ta kameradan iborat mana akajon. Shunday kameralarni ochamiz. Mana bu yerda o'tinchani shunday yoqasiz. Ko'mirchani konveyerdan solasiz. Mana bu yerda ko'mircha gijillab yonadi, suvi yerda aylanadi. Endi yonib ketmasligi uchun, yonidan o't chiqib ketmasligi uchun mana bunaqangi yonmaydigan materiallardan izolyatsiya qilingan akajonim. Zo'r ekan. Endi sizga konveyerini ko'rsataman. Aka, mana shu lukidonni shunday ochsangiz, ichkariga ahamiyat qaratadi. Mesalobdan chiga o'xshagan mexanizmni ko'ryapsizmi? Ko'mirni shunday to'ksangiz, o'zi maydalab ichkariga olib kirib yoqaveradi. Zo'r, sig'imi qancha buni? 150 kilo aka. Rasxodi qanaqa? Rasxodi 1 sutkaga 1 qopdan 1,5 qopgacha gijillatib ko'mirni yoqaveramiz. Yaxshi ekan-da. Endi aka buni narxlari qanaqa bo'lyapti? Endi 100 issiq inson ekan, sizga narxlarni chiroyli qilib beramiz. Ana 100ligi bor, 100 kvadratligi. $1100. Ana 200 kvadratligi $1200. 300 kvadratligini sizga $1300 qilib beraveramiz aka. Mabodo bizni ko'rib kelishsa, o'tib beradigan joyi bormi? Albatta shu videoni ko'rib kelishsa, albatta chiroyli narxlarda o'tib beramiz akajon. Bo'ldi, dastlabki. Dastlabki xizmatlarni yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Qayerlarga yetkazib berasiz? Butun respublika bo'ylab dastlabki. Javob, Javob. Bemalol kelishaversin. Bemalol qo'rqmasdan, tortinmasdan kelaverasizlar. Bo'ldi, hammalarni kutamiz. Kutamiz.